Ассаламу алейкум, друзья мои. Вот я в Хабаровске. Смотрите, какая погода. Очень холодно, очень. Конечно, это шутка. Друзья мои, сегодня тоже выходной. Do'stlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bugun ham dam olish bo'ldi, 10-kun ham minusga ketdi bilan. Endi aytib bo'lmaydi, balkim bu ham bir yaxshilikkadir. Nima bo'lsa ham sabr qilamiz. O'zlaringiz qandaysizlar? Tinchmisizlar? Hamma sog' salomatmi? Kommentga yozinglar, qandaysizlar? Kim qayerda yuribdi? Ancha tanishlar, anchadan beri ko'rishmadik tanishlar bilan ham. Bir yozinglar, qaydasizlar? Nima ish qilyapsizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Telefonlashamiz, telefon. Еще падал снег. Снег есть, снегу ручка нет. Что будем делать теперь? Может, будем отдыхать? Еще точно не знаю. Может, домой уйдем? Еще точно не знаю. Друзья, какая красота. Друзья, видите, там ишак, уточните. Ай, блин. Последняя марка. Черный цвет. Mayli, qayerda bo'lsangizlar ham sog' bo'linglar do'stlar. Men hozir obed qilishga ketyapman. Bugun ham damni olamanda. Ertadan nasib Xudo xohlasa ishni boshlasak zo'r bo'lardi. Do'stlar, bugun 20-chislar Rustam akam bilan bugunga расчет qilishni kelishib qo'ygandik. Rustam akaning gapining ustidan chiqdi. 20-chislaga ikkinchi etajni qancha qilgan bo'lsam hammasini polniy расчет qildi. Gap yo'q, Rustam aka gapining ustidan chiqdi. Xo'p, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik inshaalloh.